Assalomu alaykum hurmatli azizlar, Chaqqon santexniklar. Ayni ish pallasida mana hozir Ariston o'rnatish jarayonida ekan, mana yakras Aristonlar teshib keladi. Mana endi bunga maxsus kurishlarimiz bor, mana ko'rayotganingizdek 20 lik issiq turba. Endi sizlarning holatlaringiz qanaqa bo'ladi bilmadim, lekin juda zo'r tushadi. Royal Aristonni ilgayini ko'rasizlar. Qancha kurish tushish qiyin. Mana shunday mana kurish sifatida foydalanib turadi. Mahkam qilib turbada qatirsa bo'ladi bemalol. Olur. Yerime qalayım lan o yerime. Kerak, qo'ying. Aferin. Ariston olib kelib berdi qo'ysin. Nice. Tortib qondini? Ilordingmi, ilib olding bo'ldimi? Mana bo'ldi. Ariston zangildi. To'g'ri, hali patolar bitgan yo'q, chunki patolar bitishdan oldin uydagi Aristonlar bitirib ketaveringlar ertasilarda. Vaqtni ham bo'lmay topolmay qolaman deb. Ham yozib qo'ydirib oldi. Shu tarafga lazım. Rabratniki laplar qatirilyapti. O'zini maxsus sanligi bor, shuning uchun bunga funnet ishlatishadi bas. To'g'rirog'i o'zinikini emas, biz azbiz sanni ishlatamiz o'rniga. O'zinikicha yumshoqroqda, buncha. Şu sanligi tushib qolaverish yomon shuni. Ko'k sanligi bilan qizil sanligi. Ha, tushib qolaveradi. Shuni sal rayachlarga aytsa bo'lar ekan. Sal qatirib qo'ylardi. Yoki kelib misol. Hozir tushib qoladi ko'rjoylarda. Bo'ldi. Qanday bo'ldimi endi? Bo'ldi, kranni ochaveringchi bitta sinamiz endi. Hop, suvlar berildi. Endi qator sinab ko'ramiz. Xo'sh, sovuq suvimiz keldi. Suv tomondan endi mana hozir suv tomondan endi kelar ekan. Havo hozircha havo aralashib liniyaga kirib qolgan suvlar kelyapti ekan.